Xo'sh, hozir ayni vaqti. Tushunmadim, nima bo'lo seni qo'ling terlab ketdimi? Ama axir bu Dream-ku. Agar men Dream bilan birga bir o'ynaydigan bo'lsam, menimcha men Dreamni mag'lub qilsam kerak. Menimcha tush ko'ryapsan. Keyingi lokatsiya Qurbonovlar vodiysi deb nomlanadi. Texnoning imkoniyati ko'proq. Hozircha ularning hisobida tenglik. Lekin bir kishi mag'lub bo'ladi. Nima Texno mag'lub bo'ladi demoqchimisan? Dunyodagi aqlga sig'mas gameplay o'yini. Yana qarmoqlar o'rtaga tashlandi. Dream qani bo'la qol. Ular ikkovlari ham ikkitadan yurak yo'qotishdi. Texno chekinyaptimi? Tushunmadim. Yana durang bo'ladimi? Oy, Yo, toma. Dreamni joni tiklanyaptimi? menimcha Dream yana g'olib bo'lsa kerak. Texno bo'la qol, men senga ishonaman. Qani Texno bo'la qol, men seni deb mana bu futbolkani birgala pulga sotib oldim. Dreamning joni tiklandi, Technoblade'da esa ozgina qoldi. Hammasi bir zarbada ma'lum bo'ladi. Qani bo'la qol Technoblade, futbolkaning hurmati yo'qmi? Bo'la qol. Bo'la qol, seni mag'lub bo'lishing mumkin emas. Dream, axir sening joning 100 foiz. Qani bo'la qol. Dream! Qani bo'la qol, Dream, bo'la qol. Yo, tavba, nimalar bo'ldi o'zi? Qoyil, Technoblade'da bitta yurak bor edi, ko'rdingizmi? Futbolkani hurmati hali ham bor ekan. Technoblade qanday qilib bitta yurak bilan? Yo, tavba. Aslini olganda menda bitta emas, yarimta yurak bor edi. Men aytmaganmidim, Techno hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Technoblade, sen hali ham o'yindasan. Menimcha 8 ballni men olsam kerak. Nima, menimcha sen hazillashyapsanmi? Bo'lishi mumkin emas. Yarimta yurak dedingmi? Techno, sen hali ham o'yindasan. Xo'sh, nimani o'ylayapsan? Men kelajakda g'oliblar qatorida bo'lsam kerak. Sen g'oliblar qatorida emas, sen g'olibsan. O'zingga ko'p ishonmayapsanmi? 4-raund boshlandi. Mayli Techno, balkim o'yinni o'zgartiramiz. Yo, unday qilmaymiz. Biz o'yinni yana eski versiyasiga qaytdik. Ko'rib turganingizdek, ularning qalqoni o'z qo'llarida. Qana bo'la qol, Technoblade'ga teng keladigan yo'q. O'zingni. Tasavvur qilinglar, sizlar Minecraft o'ynayapsiz va o'yinning oxirida sizlarni 100 ming dollar kutib turibdi. Yo, toma. Yo, Dream, yo'q, Techno. Qani Dream, bo'la qol, bo'sh kelma, bo'la qol. Yursin Dream. Men g'olib bo'ldim deb aytgin. Biz ikkovini ham qo'llab turibmiz. Jin ursin, yana Techno g'olib bo'ladimi, nima balo? Techno, yo xudoyim. Yo. O'yle. Yursin nimalar bo'lib ketyapti o'zi? Techno, sen chempionsan. Sen Technoblade'ni shunday qo'llayapsanki, u seni bolangday. Nima qilay, hozir yuragim qinidan chiqib ketadi. Dream ham o'yinchilar ichida eng yaxshisi. Axir men ham yomon emasman. Albatta, men gapingga qo'shilaman. Dream, oshna. Xavotir olma, bu hali hammasi tugadi degan emas. Ha, yutqazayotgan bo'lsa ham boshingga bola ko'tar. Taslim bo'lma Dream, biz sen bilanmiz. Round 5. Ovozni qaranglar. Va nihoyat 3-lokatsiya. Ular mana shu yerda jang qilishadi. Bu lokatsiya Krusty Krabning qasri. Xo'sh, qani bilmasam boshladik. Techno 3 marotaba g'olib bo'ldi, Dream esa 1 marotaba. Dreamning jahli chiqqan shekilli. Menimcha Dream hazillashmayapti. Technoda 3 ta yurak yo'qoldi. Qana bo'la qol, faqat mag'lub bo'lma. Dream bilmaydi, uning nechta yuragi qolganini. Yo, tavba. Ularning har birida bittadan yurak qoldi. Dream g'olib bo'ldi, Dream g'olib. Yursin, nima buncha baqirishyapti? Mana shunday. Sizlarning har biringizga bittadan yurak bor edi va sizlar shafqatsizlarcha bir-biringiz bilan jang qildingiz. Qanaqa bitta 3 ta edi. Men ham shu yerdaman. Uning o'zi nechta yuragi bor edi? Unda bitta yurak bor edi. Round 6. Xo'sh, biz yana eski versiyaga qaytdik. Ya'ni qalqonlar versiyasiga. Dream, sen albatta g'olib bo'lib durang qilishing kerak. Menimcha g'alaba Dream tomonda bo'lsa kerak. Qaraya bo'la qol. Ko'p gapirma, Technoblade g'olib bo'ladi. Menimcha Dream g'olib bo'lsa kerak. Xo'sh, hozircha Dreamning ikkita yuragi qoldi. Techno. Qo'yil, bu g'alabani hech kim muhokama qilmaydi. Dream shunchaki ikkita yurak yo'qotdi xolos. Mana raqamlar bir yerda jam bo'ldi. 3 ga 3. Sen qurolsan Dream. Eshityapsanmi, qurolsan? Dream, seni ko'ngling joyiga tushdimi? Raqamlar bir yerda jam bo'lib 3 ga 3 bo'ldi. Albatta, men xursandman. Hozircha sonlar 3 ga 3 bo'ldi. Qachonlardir 3 ga 1 edi. Sen mag'lub bo'laman deb o'ylagan eding, to'g'rimi? Men har doim o'zimga ishonaman, Jimmy. Menimcha bu g'alaba tasodifan bo'ldi. Ha, lekin meni yuragim 7 ta yoki 8 ta edi. Axir bu duel jangidagi eng yuqori yuraklar degani. Mana endi Technoni ko'ramiz. Techno yomon jang bo'lmadi, to'g'rimi? Hozirda sizlar durrangsizlar. Durrang bu g'alaba degani emas. Ko'ramiz, 100 ming dollarni kim qo'lga kiritar ekan. Mana ular kelishyapti. Jin ursin, axir Chandler nechinchi raundligini aytish kerak edi-ku. Shunday o'tib ketaversam bo'lmaydimi? Techno, qara baliq ov boshlandi. Qarmoqlarni tashlanglar. Ular o'zlari xohlashganday o'ynashyapti. Dream faqat mag'lub bo'lishi xayolingga ham keltirma. Qani Dream ko'ramiz, nima qo'lingdan kelarkin. Menimcha Technoni jahli chiqdi. Ha, qo'yil. Jin ursin. Qo'yil. Technoblade, yana sen oldinga chiqib olding. Menimcha men qilgan nolalar osmonga yetib bordi. Mana shuning uchun men g'alaba qozondim. Yursin, sen qanday qilib mag'lub bo'lishing mumkin? Biz bilamizki, keyingi raundda Dream